Lüybu qandaq qilib Chingong bilan uchrashib qoldi. Ya'ni qandaq qilib Cao Cao'ninki Yanzhou degan bazasiga hujum qilib qoldi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'yib biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda shu Cao Cao'ninki Shuzhoudan qo'shin chekindirganligi to'g'riliq so'zlagan. Ham nima ish qo'shin chekindirdi? Lüybu bilan Chingong oqsab turib buningki uyiga, ya'ni Yanzhou bu bitta sap turayotgan zaminiga hujum qilib, u yani besib oldi. Faqat 3 yil nahiyani qo'yib qo'yib, qolganlarning hammasini ishg'ol qilib qo'yganda. Endi bular qanday qilib bu yerga kelib qoldi? Buni endi biz Lüybu'ninki hikoyasidan boshlashga to'g'ri keldi. Yana Lüybu, hammaylar bilamiz, Wang Yun o'lgandan keyin Li Juegosula o'rnininki shu asos huquqini tatib keyin Lüybu o'zininki badiyo qo'shinini boshlab qochib ketdi. Endi bu asildimi shu muqim bir yer turmaganligi uchun buningki ishonchli qo'shini bak jiq emas. Chunki u birdan u yerda, birdan bu yerda, birdan uning tutuqqa to'lib, birdan buning tutuq bola bo'lib degandek yurgandikin, muqim buningga ishonchlik bo'lgan qo'shini yo'q-da buningki. Shuning bilan az bir qism qo'shinni elib qochib ketdi bu. Endi qochib ketib, nega bordi degan vaqtda Yuanshuning yoniga bordi. Yuanshuning yoniga berib, uningga sanog'on bo'lish to'g'riliq, uning endi turish to'g'riliq o'tingan vaqtda Yuanshu qo'shilmaydi. Bu yüzsüzlük bilanlar men seni ammayman. Sen men qo'shilsang bo'lmaydi deb turib oldi. Nima ishqa? Chunki Lüybu hamda ishongil bo'lmaydigan odam. Buni demisanmi kinoni ko'rgan do'stlar hammaylar bilamiz. Asosan kimga qo'shilsa shuni nasib bosadi. Ham Lüybu bu yerda o'rin tutib turolmagandan keyin shuning bilan bu hamda qanday qilarini bilinmay turgan vaqtda Yuanshu buning bir aql ko'z. Sen berib Yuanshoni izlab boqqan. U balkim seni qabul qilish mumkin degandan keyin unda bo'lsa sen akangning yoniga berib boqay deb Lüybu Yuanshoning yoniga bordi. Ham Yuanshoning yoniga borgandan keyin Yuansho ilishni, ammaslikni bilinmay qoldi. Endi Yuanshoninki shu vaqtda bir yo'qtanmay turgan bir qo'shini bor. Ya'ni Yuanshoning qo'shini zo'r bo'lsa-mu, lekin bu o'ziga dushmanlik qilayotgan, uning mol-mulkini bulab, hadis ochliqdan o'g'irlab ketayotgan bir turkum qaroqchilar bor. Ammo bu qaroqchilarni tutay desa, bunun qo'shin jiqib olgan bilan ular bek qichib yurib, u yer bu yer yurgachga tutanmaydi buni. Shuning bilan Yuansho Lüybudan yordam so'raydi. Unda bo'lsa, sen men qo'shilg'il kelgan bo'lsang, menga bir to'yib ko'rsatib, shularni bostirib bergin degandan keyin Lüybu buldo ma'qul deb berib, ularni bostirib, yo'qitib, Yuansho uchun cho'ng to'yib ko'rsatib berdi. Shuning bilan ham Yuanshoning asli og'usi yo'q. Ham ashundaq bir banlar bilan Lüybuni ketkizib atay desa, bu banımı axmağandan keyin amal yo'q, Lüybuni yine turg'izib qoldi. Ammo bu nayti bir xil xotirjam turolmaydi-da. Lüybudan ansirab, qachon mushu menga xayliq qila, menga bir ishtib bermislatdi deb shuning bilan u yan o'ylab, bu yan o'ylab, oxiri Lüybuni ketkizib to'g'riliq bir plan tuzayli, amal topili deb o'zining hamma mushavir yordamchilariga kelib, bular yig'in ichib plan tuzayotgan vaqtda endi bu xabarlar Lüybuning qo'liga kirib qoldi. Shuning bilan bu xatar his qildi hamda. Bu Yuanshoning yonida tursam, bu meni qasdlab ketak, yo'qitib ketak deb. Shuning bilan bu o'zi aktiv bilan Yuanshoning yoniga berib, men boshqa ish bilan bir yerga davom qildim. Sizning yoningizda turolmoqdakman. Men azroq ochliq versangiz men ketib qolay degandan keyin bu gap hamda Yuanshoning quliga yoqdi. Endi bu Lüybu bilan urushib, buni yo'qitimiz deb azorlashib qolgandan bu asta kessa Tıxım yaxşı emasmı deb azroq ochliqni berib Lüybuni ketkizdi. Ham Lüybu ketgandan keyin u yerda, bu yerda besh qaygan pustayga yerda yuridi hamda. Oxiri shu Binzhou deydigan yerda buningki bir Zhang familiyalik bir og'aynisi bor, tunishi. Ham shuning yoniga berib turib qoldi bu. Bu Zhang familiyalik kishimi shu rayondagi aymoq bergandi. Lüybu uning yoniga borgandan keyin ish-ishlar yordamlashib shu yerda turib qoldi. Endi Chingong qandaq qilib Lüybu bilan birlashib qoldi degan vaqtda Chingong ayni vaqtda Cao Cao'ning yoniga berib, Cao Cao'ninki Shuzhouga qo'shin tortib kelganligini anglab, maxsus Tavchen bilan maslahatlashib Cao Cao'ning yoniga berib, buni qo'shin chekindirishga, urush qilmaslikka qoyil qilmoqchi bo'lgan. Ammo Cao Cao buning gapiga qo'shilmay, qo'shin tortib, mengib buni qo'g'lab chiqarib etgandan keyin, endi bu Chingongninki Shuzhou qaytqidek yuzi yo'q. Chunki to'yib ko'rsatanmidi. Shuning bilan bu nega berishini bilmay cho'kilib yurgan vaqtda o'sha Lüybuninki shu Binzhou ekanligini anglab, bu
Lübuni izlep barıdı Çıngon. İzlep berip bu Lübuni qayıl qılıdı. İkkilen billa sen alamda, men qalamda kamalat ketgan. Şu ikkimiz birlashsak, chuqum cho'ng ishlarni qila olamiz. Bu yerda jim turib, bir aymaq begining kayinda yurgandan men bilan cho'ng ishlarni qilgan deb Lübuni shuning bilan gapga unutqizib, o'zining kayindan billa Lübuni pasiban qilib, o'zi mushavir bo'lib, uning keyin bular ish boshlaydi. Ham bu ish boshlagan vaqtimi Chungonning asli maqsadi Shujoni qutqizish bo'lgandan unda qolsa Savsav Shujo o'z qo'shin tortib ketibdi. Biz Savsavninki bargohi bo'lgan Yanjoga hujum qilsak, Savsav qaytib kelmay turolmaydi debla bular barliq qo'shinni yig'iblar Yanjoga hujum qiladi. Aslida bu Savsavning cho'ng qo'shini Yanjoda bo'lmaganligi uchun bu Lübu jang qilishga mayr bo'lganligi uchun Chungon uning ustiga tixinbek shu aqlda jang qilish tadbirlarida mahoratlik yomon kishi bo'lganligi uchun bular osonla Yanjoni ishg'ol qilib nurg'un aymoq nahiyalarini besib oladi. Shuning bilan bu yerdagi Savsavninki amalsiz qo'shin chekindirib Lübuni qaytarish uchun Lübuga urush e'lon qilish uchun qaytib kelishidek bir hodisa bu yerda shakllanib qoldi degan. Unda qo'z do'stlar Chungon bilan Lübuninki uchrashish hikoyasini mushunchalik so'zlab turli. Texmi ko'p uch podshohlikdagi korxona boshqarish, tijorat, savdo, ig'lik tiklash, kishilik munosabat, nutqqa oid mazmunlarni texmi cho'nqurlab olmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ulanmani bossanglar, men tayyor so'zlab qo'ygan darslik bor. Shu darslik orqali anglab olsanglar bo'ldi. Uningdan sen agar nutq o'rganishni o'ylashayotgan, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan, sahnalarda so'zlashni, do'yinga chiqib, shunday yaxshi filmlarni tortishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, biz maxsus nutq o'rgatish türünü yo'l qo'ydik. 6 oy tarbiyalaymiz ham yangidan tuzib chiqilgan izdan nutq risolasidan bir tal beramiz. Mushu orqali siz so'zlash qobiliyatingizni tez suratda yuqori ko'tara olasiz. Agar buni qiziqsanglar, ayrimxona uchur qilsanglar bo'ldi.